Qasımlı ben. Oy bu çaqçuq tazlaydigan. Çaş tazlaydigan. Çaş tazlaydigan. Ha, men doyundu görgen neç pul bu? 100 koy. 9 koy, 9 mu? Oy nim deysiz ey. 9 koy, 9 model qilli. Yo'q, men ovqat. Ha, ba. Yo'q. Ekran uchun 9 koy, 9 mu? Mandaq safarlarda, mandaq ayrim, mandaq Danışım bo'lgan, yolg'iz turmush kechiradigan do'stlarimizga intayin mas keladigan ma dazmalni 29 ko'ylab payat qildi. Ha, bo'ladi. Ma'qulmi? Bo'ladi. 29 ko'ylab sifatga payat qil. Oldin qatim yangmadi payat qilganda o'tib ketgan ma xomiyachi 7 litrliqa, oldin qatim 111 ko'ydan satgan qo'shon birdan. Men qo'shon 12da 112 ko'ydan payat qilamiz. Oldin qatim 100 ni tayyorlab kelsiz, 700 ni satibsiz. Ma qatim 500 ni tayyorlaysiz mi? Chataq yo'q. Ha, 500 ketdi ham 7 litr. Ammo diafrangodan payat qildi, necha litrligi? 6 litr. Ash 59 ko'ylab payat qildi. Chataq yo'q. Faoliyat qilamiz, nochni qilamiz, azini qilamiz, vashisini qilamiz. Men jigovni 10 kiloluk shijisini necha pul satgan? 800 koy. 99 koy. Hisob. Men markani ishiltiman, nochni ishiltiman degan do'stlarimizga men markaning eng nochi, bahasi eng to'g'ri faoliyat qilib beraman. Birinchi darajaga xayrning 10 kiloluğu 799 koy. Domlum işici heveskarlarıma qaragan. Men endi Meydenikidim qilamiz, Xayrnikidim qilamiz, men 10 kiloluğu. 10 kilo. 1099 koy qilamiz. Bo'ladiki? Hisob. Ha, men 10 kiloluq Xayrniki, men domlum işicini 1499 koylik qilamiz. Umi hisob. Xayrning men tiluzura tekşi ekranlik 75 so'mlik, suyuq kristallik, eng o'lchamlik, eng sifatlik, eng oliy daraja ishlangan meningdek tekşi ekranlik tiluzur. Mening faoliyatimda 2999 koyib ketdi. Hisob. Endi so'zlaymiz Xayrning qo'sh qanotligini so'zlaymiz. Ha, men ko'rdingizmi? Bir kalning go'shin badida ravrus, qirosiz, shamalliq, mashallat to'nglaydi. Ziyansiz holat to'nglaydi do'stlarimiz. 1899 koyib ketdi. Men uyingizning juan sho'siga hozir yangilik bo'lgan rang, men modrang, vanxong rang, meningdek pechat, chanxongning qo'sh qanotli qirosiz, shamalliq to'nglaydigan to'nglatqusi mening faoliyatimda 1999 koyib ketdi. Men yoz kuni olsangiz 7000 dan 8000 dan oldigan, men Meydining kontiya 3000 kontiya birinchi daraja mening faoliyatimda 4799 koy shapaq naqdi bir vatqa. Uningdan boshqa men Xayrniki bu 3000lik kontiya birinchi darajalik. Ana maş shamal, soğuk shamal, hammasi chiqdi ma qish kunsima, ana maş kontiyaga ehtiyojli do'stlarimiz a. Bu ma 4599 koyib ketdi. Qaysiga ehtiyojli bo'lsangiz shuni sotib olsangiz bo'ldi. Eng nochmal mosh do'konda. Men bu statqonimni nochni so'zlayman. Ham xavtayta aytsam mana tash o'xshay deb qolmam. Men T shakldagi eng nochi, eng sifatli, eng ilg'iri mening faoliyatimda 499 koyib ketdi. Men Bigvaluga ehtiyojli do'stlarimizga noch faoliyat deb keldik ha. Men davlatimizning Yoma markasidagi Wi-Fi qo'llaydigan 24 wattlik Bigvalusi mening faoliyatimda 2799 koyib ketdi. Uningdan boshqa Germanning Borman markasidagi 24 kilowattlik Wi-Fi qo'llaydigan eng nochi, eng sifatligi 3799 koyib ketdi. Hisob. Chanxong Xayr markasidagi maqsad ishtigundan alayda qo'sh 12 faoliyat yapgan bo'ldik. Ha, mana qo'sh 12 qilgan faoliyatdan cho'qim chidang. Chidayman. Ani boshdan oxirigacha faoliyatni mush film qo'ygan vaqtim boshlab 17-yilgacha qildi. Ash malni joyjud yetkazib berim. Chataq yo'q. Eng yaxshi malni ash xaridorlarimizga beram. Chataq yo'q. Undan bo'lsa eng sifatli malni eng tuvan holatda qo'sh 12 faoliyat qilgan bo'ldik. Mash mallarga ehtiyoj va do'stlarimiz fursat g'animat bilib chaqan bo'lmasangiz, malni tugaydi ha. Men yangmadagi do'konma o't ketgan, amma do'konma Raurs o't ketdi, Raurs bo'lib ketdi ma do'kon. Faqat 5 kun. Ha, faqat 5 kunning ichida sotib olsangiz 12 oyning 17-dan keyin kuchga ega emas faoliyat ha. Telefon nomeringizni bergan bo'lsangiz. 186 99 71 48 37 Unidar o'rtoq ha. Ha, mosh numar orqali telefondan aloqalasang bo'ldi va yoki zakaz tushsang bo'ldi. Boshqa nasharlarga separsizlar-ku? Separmiz. Ha, bu yerning adres bo'lsa Shaharnoya 2-doktorxonaning ulug' joylashgan Ipak yo'li Ultraq rayonidagi Chanxong Xayr maxsus setish do'koni. Undan bo'lsa mush filmni mana oilaliklar uskunlarga ehtiyoj bor do'stlarimiz ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.